alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun o'sha siz kutgan kun keldi. Xudo xolasa bugun 4-aprel, juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Demak, bugun ro'parosa 81-yutuqni aniqlaymiz. Endi bugundan boshlab demak bizda 2 kun oldin demak e'lon berganmiz. Har juma kunlari bir emas, 2 ta baxtli raqamni aniqlaymiz. Xudo xolasa demak bugun 81, 82-yutuq egalarini birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibini yana bir bor qisqacha qaytarib o'taman. 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefon raqamini alohida qutiga joylab boramiz. Haftada bir marta, oyda 4 marta, demak bir oyda 8 ta insonga 8 ta baxtli raqamga, demak 8 ta maishiy texnikani taqdim qilamiz. Demak birinchi topgan raqamimizga avtomatik tarzda demak chopper maishiy texnikasi, go'sht maydalagich taqdim qilamiz. Ikkinchi yutuq egasiga sistok, o'sha uchtak choynak deymiz. Uchtak choynakni demak taqdim qilamiz. Xudo xolasa bugundan bir emas, 2 tadan baxtli raqamni aniqlaymiz. Demak hammaga omad. O'yinni boshlaymiz. Demak 81-yutuq egasini, birinchi yutuq egasini aniqlaymiz. Undan keyin xudo xolasa ikkinchi yutuqqa o'tamiz. Birinchi yutuq egasi 99lik 933 77 66 Asqarali. Hurmatli jamoadagilar, 99lik 933 77 66 Asqarali. Hurmatli jamoadagilar, demak birinchi yutug'imiz Asqarali akamiz yo ukamiz bo'ldi. Xudo xolasa bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Demak ikkinchi baxtli raqamni yana birgalikda aniqlab olamiz. Bitta baxtli raqam 82-yutuq egasini demak aniqlaymiz. 95lik taxminan 072 08 49 raqami. Dilafruzxon deb qo'yibmiz. Hurmatli jamoadagilar, demak 82-yutuq egasi Dilafruzxon opani demak bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa keyingi hafta mana shu joyda yana uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar deymiz. Undan tashqari yana qisqacha bizda 500 minglik o'yinimiz ham bor. Demak 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefoni shu kungacha alohida qutiga joylab boryapmiz va Qurbon hayiti kuni bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar.